Maktab ta'limi sifati ko'p jihatdan rahbarning boshqaruv salohiyati va zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq eta olishiga bog'liq. Toshkent shahrida umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlari uchun intensiv rivojlanish kursi boshlandi. Unda 205 nafar tinglovchi onlayn hamda offlayn tarzda ishtirok etmoqda. Bugun maktab direktorlari o'quvchi partalarida tahsil olmoqda. Ammo bu safar baho uchun emas, maktab boshqaruvida yangi bilim hamda ko'nikmalarni sinash uchun 11-avgustdan 15-avgustga qadar davom etadigan intensiv kurs maktab rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini amaliy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan. Mashg'ulotlarni ta'lim va boshqaruv yo'nalishidagi tashkilotlardan jalb etilgan 20 nafar trener olib bormoqda. Ta'lim rivojlantirish Respublik ilmiy metodik markazi hamda maktabgacha maktab ta'lim vazirligi hamda hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda bugungi kunda direktorlar uchun intensiv o'quv kursi tashkil etilgan. Intensiv o'quv kursimiz 5 kun davom etadi. Ushbu o'quv kursimizda 10 ta modul asosida o'tiladi. 10 ta modullarimiz har biri bugungi kundagi direktorlarimizni salohiyatlarini yanada oshirish, ularni liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish, maktab hamda maktab tizimidagi ta'lim tizimini yanada isloh qilish bo'yicha strategik boshqaruv yo'llari, stress holatlarini oldini olish hamda ish jarayonida liderlik qobiliyatlarini yanada rivojlantirish uchun tashkil etilgan. Mazkur kurs komponentli direktor tizimi resurslari asosida ishlab chiqilgan bo'lib, o'zaro bog'langan 10 ta modulni qamrab oladi. Muhimi mashg'ulotlarda nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llashga e'tibor qaratilmoqda. Tinglovchilar turli boshqaruv masalalarini muhokama qilish, amaliy topshiriqlar va jamoaviy ishlanmalar orqali yechimlar ishlab chiqmoqda. Ta'lim markazi tomonidan tuzilgan bu intensiv rivojlanish kursi bizni yanada o'z faoliyatimizga samarali tashkil etishga, zamonaviy lider boshqaruvchilarni tayyorlash uchun ularni har tomonlama kreativ fikrlashi va shu kabi masalalar uchun juda katta amaliy yordam ko'rsatishga qaratilgan va biz hozirda tinglovchi sifatida bizga juda ham sifatli professor o'qituvchilar tomonidan darslar o'tilyapti. Juda ham qiziqarli va biz uchun yanada ko'proq yangiliklar olishimizga sababchi bo'lmoqda. Kurs yakunida tinglovchilarning o'zlashtirish darajasi test sinovlari orqali baholanadi. To'plangan fikr hamda takliflar esa maktab rahbarlarini tayyorlash metodikalari, o'quv uslubiy majmualar hamda raqamli ta'lim resurslarini yanada takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.